Tracker Onyx boshlanish to'lov tushib ketdi narxlar. Rassrochka foiz yo'q endi. Oldin 50% to'lardinglar rassrochka, endi 30% tashladik. Nima deyapti? 30% Tracker Onyx. Foiz yo'q, kelib olib ketdinglar. Tracker Premier Plus 30% boshlanish to'lov. 7600 to'laysizlar, sug'urta hammasi ichida. 30 oyga 6300 dan Tracker Premier Full. Agar LTZ olsanglar, lyuksiz bilasizlar, pozitsiya, LTZ pozitsiya. Boshlanish to'lov 6900 to'laysizlar, 30 oyga 5695 bilan bu trackerlarga. Endi Onyx'ga o'tamiz. Ketdik Onyx bilan sindiramiz. Endi Onyx Premier Plus full pozitsiya, boshlanish to'lov 30% to'laysizlar, 6500 to'laysizlar, 36 oyga 4300 dan. Agar Onyx LTZ pozitsiya lyuksizini olsanglar, 5800 to'laysizlar, 36 oyga 3800 dan oliy to'lov. Mana men bekitmayman, boshqa joylarda 30% deydi, bo'ldi, bekitadi, etmaydi. Menda ochiqchasiga mana oliy to'lov va bosh to'lov. Foiz yo'q banki. Kelinglar, mana shu Onyx trackerlar ulgurib qolinglar, yopib qoladi. Endi ochildi, yaqinda yopiladi. Kelib olib ketinglar. Eng arzoni bizada. Bizada hammasi haqiqat gapiradi. Ochiqchasiga oliy to'lov, bosh to'lov. Boshqa joylarda bekitib gapiradi, ular bekitursin. Men ochiqchasiga ishlayman. Sergirafda kelasizlar, bitta pasport bilan shu mashinadan olib ketasizlar. Hammanglar kutib olamiz. Foiz yo'q.